Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilar, hammanglar o'tgan haytinglar bilan yaxshimisizlar? Hozir kichkina qisqacha bitta video qilamiz. Kuchsiz oilani kuchaytirishda eng oson yo'lini o'rgatamiz. Bunaqasi yaqinroq keling. Bugun operatorimiz yangi. Aradan qo'qadimi bu bola? Operatorimiz kattasi o'qishga ketib qoldi. Bismillah. 2 ramkada o'tirgan, 3 ramkada o'tirgan arilarga yordam beramiz. Kuchli oiladan 1-2 kunda chiqadigan pishgan rasplotni olamiz. Bundan bir hafta oldin bu oiladan 2 dona rasplot olganman. Boshrog'idan oldim. Shuncha o'tkazib yuboryapman bularni. Yana bitta kuchsizroq oilamiz bor edi. Mana shu yarab olamiki. Mana shu bo'laverar ekan. Bundan keyingisi qanaqa ekan? Mana onani yaxshilab oldin tekshirib olasizlar. Silkiganda ona nobud bo'lib qolishi mumkin. Manaqa iloji boricha mana shular erta yo indin chiqadi. Mana yaqinroqdan oling. Mana shunaqa pishgan rasplot ko'proqni olasizlar iloji boricha. Bismillah. Ketdik. Mana shu yerda kuchsizroq bitta oilamiz bor. Shunga beramiz. Mana bunda ham eng chekadagi zastavnoyda mana yaqinroq oling, yaqin qilib oling. Mana u oq qurchalar turibdi, bunda ham bor o'zi. U hali chiqqunga 15 kun vaqt o'tadi. Shuning uchun chiqishiga 1-2 kun qolgan rasplot qo'yamiz. Bunda ham rasplot ko'p ekan o'zi. Bu ham qolishmar ekan. Bunda ham ko'p ekan. Mashina o'rniga qo'yib qo'yamiz. Buni ham yaxshilab tekshirib qo'yasizlar. Ona bor yo'qligini. Ona bu ramkada emasmi? Bulamasa ekan. Bismillah. Qoqaslar. Mana juda ko'pchilik qachon bo'lamiz deyapti. Mana erkak arilarki mana buni do'mpayib chiqib turganlar erkak bo'ladi. Ular hali chiqqan ham yo'q, mana ko'rgan bo'lsanglar. Endi issiq joylarda chiqqan bo'lish mumkin, lekin ular ham hali kuchga to'lgani yo'q. Hozir buni o'rniga berib qo'yamiz endi. O'rniga. Xullas mana shunaqa qilib olaverasizlar. Hozir mana monondagi mana o'ziniki olib qo'ydik mana. Bunda qurtchalar bor. Lekin bu hali beri ikkinchi tarafi bo'sh. Mana monolar уже uzag'i 2 kunda, bo'lmasa ertadan chiqishni boshlaydi monolar. Uzag'i 2 kunda chiqib, arijin zichilashadi mana shu bilan. Shu oddiy usuli shu. Mana buni hozirgina o'rniga qo'yib qo'yasizlar mana. Eng oddiy usul. Mana. Mana mondan ham olsa bo'lardi hozir. Buni boshqa oilaga beramiz.
bo'ldi. Yana qaytarib o'rniga siljitib qo'yiladi shu yana. Aka-ukalar, shu bilan qisqacha videomiz tugadi. Bu operatorimiz ko'chadan nari kelgan ekan. Atirlar gupillab sef kelgan ekan. Hamma yo'g'imizni chaqib tashladi, qo'llarimizni ham. Yonimga kelib olganiga. Rosa atir gupillab kelib turibdi. Hammanglar salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha obuna bo'lishni unutmanglar, layklarni bosinglar.